Yangi 2026-yil kelishi bilan Turkmanistondagi nafaqaxo'rlar nafaqasini olish uchun shahar va tuman ijtimoiy ta'minot bo'limlariga tashrif eta boshladilar. Yil boshida ularning pensiya daftarlariga joriy yil uchun oladigan pensiya miqdori ko'rsatiladi. Ilgari pensiya va nafaqalar har yili 10% ga oshirilardi. Bu o'sish narxlarni biroz qoplardi, ammo bu yil bu amaliyotdan voz kechildi. Buning sababi shundaki, 2025-yil sentyabr oyida bo'lib o'tgan xalq maslahati yig'ilishida mamlakatning faxriy oqsoqollaridan biri har yili ish haqqi, pensiyalar, davlat nafaqalari va stipendiyalarni oshirmaslikni taklif qildi. Uning so'zlariga ko'ra, mamlakat rahbariyatining baxtli xalq turmush darajasini barqaror o'stirayotgan siyosati tufayli aholining ijtimoiy-maishiy sharoitlari yuqori darajaga yetgan. Biroq Turkmanistonda oqsoqollar odatda bunday takliflarni avval hokimiyat bilan muvofiqlashtirgandan keyingina taklif qilishadi. Aytish mumkinki, buni diktator Berdimuhamedov rejimining o'zi tashabbus qilgan. Xronika Turkmaniston muxbirlarining xabar berishicha, bundan xabar topgan nafaqaxo'rlar hukumat va prezidentni bu qaror uchun la'natlay boshladilar. O'tgan yil davomida mamlakatda oziq-ovqat narxlari keskin oshdi. Ba'zi nafaqaxo'rlar zo'rg'a kun kechirishmoqda. Chunki ularning arzimagan pensiyalari hatto asosiy oziq-ovqat va dori-darmonlarga ham yetmaydi. Turkmanistonda nafaqa yoshi erkaklar uchun 62 yosh, ayollar uchun 57 yoshni tashkil qiladi. Inson o'z tabiatiga ko'ra ma'lum bir yoshga yetganda yoki jarohat olganda yoki kasallik natijasida ishlay olmaydi va o'z tirikchiligini ta'minlay olmaydi. Bu esa ularni kapitalistik tuzum oldida qadrsiz qilib qo'yadi. Ular kapitalistik tuzum uchun qutula olmaydigan yukka aylanadi. Bu tuzum ularni ta'minlash uchun pul sarflashni ham istamaydi. Biroq islomda aholining ushbu qatlamining xarajatlarini tizimlashtiruvchi qonunlar mavjud. Birinchi navbatda ularning ta'minoti voyaga yetgan farzandlari ustiga tushadi. Agar ularning ta'minotini ustiga oladigan yaqinlari bo'lmasa yoki ular bunga qodir bo'lmasa, davlat bu mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi. Barcha fuqarolarga bepul tibbiy yordam ko'rsatish islom davlatining zimmasidadir.